Dada, bu so'z yillar davomida menga tayanch bo'lganini endi tushunyapman. Yosh edim. Sizni biz uchun qilayotgan mehnatlaringizni yaxshi tushunmagan ekanman. O'zingizga har dam yordam kerak bo'lgan vaqtda oilamiz uchun tinim bilmaganingizni qadriga yetmabman. Ba'zan ojiz qolsangizda kuchli ko'rinishga harakat qilganingizni sezmabman. O'rinli dakki berganingizda xafa bo'lganlarimga achinyapman. Vaqt ortga qaytganda siz bilan ko'proq vaqt o'tkazgan va ulg'ayishga oshiqmagan bo'lardim. Dada, men ulg'aydim. Ba'zan yiqildim, ba'zan kuchli bo'lishga urindim. Hayotimda sinovli kunlarim ko'p bo'ldi. Xuddi siz bosib o'tgan yo'llardan men ham birma-bir o'tayapman. Shunday kunlarimda sizni menga bergan ishonchingiz yana qayta oyoqqa turishimga sabab bo'lyapti. Sizga loyiq farzand bo'lyapmanmi degan savol meni har kun o'ylantiradi. Bizga sarflagan go'zal umringiz va yillaringizni oqlay olayapmanmi? Sochingizdagi oqlar, sog'ligingizdagi muammolar bizni bekamu ko'st o'stirishingizda qurbon qilganlaringiz bo'ldi. Alloh sizdan ikki dunyoda ham rozi bo'lsin. Duolarimni bari siz uchun, dadajon. Sizni ba'zan xafa qilib qo'yadigan og'ir, bosiq farzandingizni kechiring. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Bugun men tug'ilgan kun. Meni dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan insonim. Dadajonim, bugun meni bayramim emas, sizni bayramingiz. İlk bor ota degan nomga ega bo'lgan kuningiz bilan sizni tabriklayman. Sizni dunyolarcha yaxshi ko'raman. Dadajon.